Assalomu alaykum. Bizlarni Uzakandan kutyap turgan hurmatli obunachilar, salom. Bugun Turkiya dehqon bozorida shunday qor tozalash ishlari olib borilmoqda. Ajoyib. Gap qo'shilganmiz. Bu hammasi shu dehqonlarimizga qulaylik yaratish maqsadida bo'lib turibdi. Turkiya tuman hokimligining barchaga shunday yaxshi ishlarni rahmat aytib qolamiz. Bozor ma'muriyatiga assalomu alaykum. Sog'liqmi? Qo'lni hammalarni qorni olib arka tarafa uyganlar, boshdan arka tarafa uyganlar va qamozni yuklab turibdi yana. Ajoyib. Gap yo'q. Молодец. Keyin Turkiya tuman ko'chalari ham polni qorlar tozalandi. Kecha ham tozalanmadi, bugun ham tozalandi. Turkiya tuman glavniy ko'chalar, Birruniy ko'chasi, Turkiya tuman Elin ko'cha, ya'ni Turkiya ko'chasi, Nukus ko'chasi, polni ham ko'chalarning qorlari tozalandi. Bu yo'llar muzlanishi, galotni oldini olib, cho'plarimiz o'ylagan holda bu narsani bartaraf qilindi. Endi Turkiya dehqon bozori polni shu qorlar tozalanib, chara qilib, dehqonlarimizga qulaylik yaratib turibdi. Ajoyib. Bir chaysidan like bosib qo'yamiz. Shu mehnatlarni qadrlagan holda, xo'p, ishlar qor bo'lib yotadi agar tozalanmanda. O'rtalar polni shuni qor bo'lib yotadi, muzlab qoladi. Dehqonlarimizga ham qulay bo'ladi. Hozirgina hamma qulayliklarni yaratib turibdilar, xudo xolasa. Gap yo'q. Keyin Turkiya tuman xalq uchun bizning Turkiya taksimiz bor. 14-12 bemalol taksi xizmatlarimizdan foydalansangiz bo'laveradi. Turkiya tuman xalq uchun xizmatdamiz. Ajoyib. Shunday. Bu naminlan qarlarning boshda beri uyganlar, o'shalar uyganlar, bozorning ichining qarlarini uyib, keyin hozir shu yerdan qamoz bilan chiqarib yotib qo'ylayman. Yaxshi. Aytamiz-ku, bozor ma'muriyatiga ham, Turkiya tuman hokimiyatiga ham, hokimimiz ham rahmat aytib qolamiz. Shunday bir yaxshi ishlar uchun. Turkiya ko'chalarini tozalatgan qarlarni, qancha ko'chalar asfalt bo'ldi. Yaxshi ishlar olib borib turibdi baribir. Bularni ishlash kerak, buni ko'rsatish kerak ana shunday. Ajoyib. Gap молодец. Buni dehqonlar berak kelib, mashinalarni qo'yadi, parkovka tufayli qildi. Assalomu alaykum, yaxshimisiz? Dehqonlar kelib yuklanayotgandan keyin bu tarafa mashinalarni qo'yadi. Hamina bir na qo'yadi, meva-cheva qo'yadi, sklad bo'lishi kerak shu. Mashina o'tadi axir bu tarafa. Xudo xolasa shunday ajoyib videolarni yetkazib boraveramiz. Videolarimiz foydali bo'lgan bo'lsa, xudo xolasa kanalimizga obuna bo'lib qo'yasizlar. Gap yo'q. Молодец.